Xo'p, qadrdonlar, men tarixiy joydaman. 1991-yilda O'zbekistonda birinchilardan bo'lib Amir poyabzal fabrikasi ish boshlagan. Biz hozir ana shu poyabzal fabrikasini do'konidamiz. Azizlar, bu birinchi qo'l. Kelinglar, ko'ringlar. Hammasi sifatli. Kirganingizda o'zida haligi poyabzalli yangi hidi bo'ladi, odam kayfiyatini ko'tarib yuboradi. O'zingiz boshqacha his qilasiz. O'rtoqlar, hammasi koja, hammasi sifatli. Aynan mana shu mavsumbob oyoq kiyimlarning hammasi hozir skidkaga tushgan. Kelsangiz, albatta ishingiz bitadi. Eng ko'ngil nozik yigitlarni ham, demak, didiga mos kiyimlar, oyoq kiyimlar bu yerda bor. Sportivni deysizmi, xullas kattasi deysizmi, kichkinasi deysizmi, rangi deysizmi, fasoni deysizmi, xullas ko'nglingizni topasiz. Agar menga chet ellik kerak deydigan bo'lsangiz, sizga qulaylik yaratish uchun, demak, Amir do'konida va alohida bir bo'lim tashkil qilingan, u yerda Xitoyda, Turkiyada ishlab chiqarilgan importni tovarlari bor. O'rtoqlar, mana degan insonlarni ko'lni albatta olamiz. Sizlar faqat kelinglar, ko'ringlar, kiyib ko'ringlar. Qolgani bizniki. Narxlari cho'ntaybob, eng muhimi sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Amir birinchi bo'lgan, hozir ham birinchi. Azizlar, Amir do'kon topish juda ham oson. Mashina bozoriga yetmasdan Qizil zapravkani orqasida Chortoq yo'lida. Kelib qolinglar.